Xullas do'stlar, O'zbekistonda yurgan paytimda juda ham ko'pchilik aytdi, Nara bilan ramyon yeyish o'ynaydi deyishdi. Mana ramyon tayyorlab oldik. Yutib qo'yadi Nara deyishdi. Hop, o'shaning uchun qani hozir bitta o'ynab ko'ramiz. Kim yutalar ekan? Ha, ko'ryapsizlar, ramyonni, bu ramyon Indoneziyaniki. Bitta yeb ko'ramiz, qani. Bismillah. Yuting, yutsangiz $100 bor. Kim birinchi yesa $100 $100 bor. Ha, $100 beraman. Bismillah. Bismillah. Katta. Lezzetli. Вообще zo'r ekan. Lekin rosa zo'r ekan. Siz gapiring. Shundan bilsa bo'ladi, men gapirmasdan ovqat yeya olmayman. O'tgan safar burger yeyish o'ynaganimizda ham gapirib yarmigacha yurdi. Mana yeb bo'ldim. O'shaning uchun qo'llab-quvvatlab Naraga ham podpiska bo'lib qo'yinglar. Bu videoda eng tez videoni do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Biz tezlikka emas, sifatga ishlaymiz. Siz ham sifat, ham tezlik. Like bosib qo'yasizlar, ramyon xo'rlarga jo'natib qo'yinglar. Bu ramyon zo'r ramyon. Вообще zo'r ekan. Men birinchi marta yeb ko'rishim. Reklamaga chiqsa bo'laveradi bemalol. Buni O'zbekistondan sotishadi. Yo'q. Ha, bemalol reklamaga chiqaverasizlar. Aha.